Assalomu alaykum do'stlar, salomatmisizlar? Antibiotiklar haqidagi darslarni davom ettiramiz va bugungi darsimizda folat kislota yo'li ingibitorlari bo'lgan antibiotiklarga kirish qilamiz. Ya'ni bularga qaysi antibiotiklar kiradi va ishlash mexanizmi haqida gaplashamiz. Tegishli darslarda har bir masalan sulfonamidlar yoki termitoperimlarning har biri demak mexanizmi yana bir bor. Qo'llanilishi, nima maqsadda qo'llaymiz, nojo'ya ta'sirlari hamda rezistentligi haqida har bir antibiotikni tegishli darslarda gaplashamiz. Bugun esa mexanizmi haqida gaplashib o'tamiz. Demak, folat kislota yo'li ingibitorlari. Dastavval biz folat kislota almashinuvining ahamiyatini bilishimiz kerak. Ya'ni, masalan, inson organizmi tashqi tomondan folat kislotani qabul qila oladi. Bu folat kislotaning vazifasi hujayralarning bo'linishini ta'minlaydi. Masalan, inson organizmidagi vazifasi tasavvur qilaylik. O'zak hujayra yana hujayralarga bo'linadi. Tegishli hujayralarga, ular esa yana hujayralarga bo'linishini ta'minlaydi. Har bir ana shu bo'linish mexanizmlarini folat kislota orqali amalga oshiriladi. Ya'ni DNA sintezini amalga oshirish orqali. Insonlarda agar masalan odamlarda folat kislota defitsiti bo'lgan bo'lsa, mana shu bo'linishlar amalga oshmasdan yakka bir hujayra, ya'ni o'zak hujayra hosil bo'ladi va biz bilgan megaplastik anemiyani ko'rishimiz mumkin. Bu inson organizmida. Endi bugungi darsimizda bakteriyalarda gaplashib o'tamiz. Ya'ni bakteriyalarda folat kislota almashinuvi. Demak, bizda para-aminobenzoik kislota hamda piteridiy birgalikda dihidropiteroid kislotani hosil qiladi. Hamda o'sha dihidropiteroid kislotadan esa dihidrofolat kislota hosil bo'ladi. Dihidrofolat kislotadan esa tetrahidrofolat kislota hosil bo'ladi. Ya'ni vitamin B9 hosil bo'ladi va ulardan esa DNK, RNK hamda protein hosil bo'ladi. Bu qisqacha aytganimizda. Endi shunga kirib boramiz. Ya'ni dastavval bizda para-aminobenzoik kislota hamda piteridiy, demak, dihidropiteroid sintaza fermenti yordamida dihidropiteroid kislotani hosil qiladi. Undan keyin esa dihidropiteroid kislotadan so'ng dihidrofolat kislota hosil bo'lib, u esa dihidrofolat reduktaza fermenti yordamida tetrahidrofolat kislotani hosil qiladi. U esa purin, timin hamda metionin hosil bo'lishini ta'minlaydi. Purin asoslaridan DNK hamda RNK, timindan esa DNK, metionin esa oqsillarni hosil bo'lishini ta'minlar edi. Endi xo'p, bizda davom etamiz. Tetrahidrofolat, ya'ni vitamin B9 ning vazifasi-chi? Demak, vitamin B9 ya'ni tetrahidrofolat bizda serindan glitsin almashinuvini ta'minlaydigan, ya'ni serin gidroksi-metatransferaza fermenti ishtirokida hamda vitamin B6 kofaktorligidan tetrahidrofolatdan bizda 5-10 metilin tetrahidrofolat hosil bo'ladi. Va 5-10 metil gidrofolat bizda CH3 ya'ni metil guruhni beradi va u esa bizda tegishli moddalar, ya'ni desoksil uridan monofosfatdan timidilat sintaza fermenti ishtirokida desoksitimidin monofosfatni hosil qiladi. Ya'ni uratsildan timinga aylanyapti. Uratsil bu RNK uchun xos, timin esa DNK uchun xos va natijada bizda DNK sintezlanyapti. Va yuqoridagi natija, ya'ni bakteriyani DNKsi hosil bo'lyapti. Biz endi folat kislota almashinuvini bloklayapmiz. Natijada tetrahidrofolat hosil bo'lishini ham bloklab, DNKni sintezini ham oldini olamiz. Endi bugungi darsga qaytamiz, ya'ni folat kislotaning amalga oshish yo'li hamda mexanizmi haqida gaplashib o'tdik va buni dorilarimiz, ya'ni sulfonamidlar hamda dapson dorilarimiz aynan dihidropiteroid sintaza fermentini bloklaydi. Natijada dihidropiteroid kislota hosil bo'lmaydi.
Endi bunda hosil bo'lmasligiga biz sabab bo'ldik va plus sulfonamidlarni, dapsollarni qo'llayapmiz, lekin bakteriyada rezistentlik paydo bo'lishi mumkin. Sababi mana shu PABA, ya'ni para-aminobenzokislotada miqdori oshib ketsa, ya'ni sulfonamidlar biz beryapmiz, lekin o'sha degidrobuterol sintezini bloklayapmiz, lekin sulfonamidlarning miqdori biroz kam, ya'ni dozasini past berdik biroz. PABAning hammasi demak o'zgara olmayapti. Natijada PABAning miqdori ortib ketadi, ya'ni para-aminobenzokislota va yuqorida aytgan jarayonlar yana sodir bo'ladi. Endi bu sulfonamidlarni qo'llagan baxtimiz. Bundan tashqari trimetoprim hamda perimintamin kabi dori vositalarimiz bor. Bu dori vositalarimiz dehidrofolat reduktaza fermentimizni bloklaydi. Natijada dehidrofolat kislotadan tetrahidrofolat kislota ham hosil bo'lmaydi. Undan esa DNK hosil bo'lmaydi va bakteriyaning, demak, nuklein kislota almashinuvini buzamiz. Folat kislota almashinuviga ta'sir qilish orqali, trimetoprim hamda perimintamin dori vositalari orqali. Demak, ular folat kislota almashinuviga ta'sir qiluvchi dorilarning ta'sir mexanizmi va qaysi dori kirishi haqida gaplashib o'tdik va bularning nojo'ya effekti klinikada qo'llanilishi, nima maqsadlarda qo'llaymiz, ta'sir mexanizmlari haqida yana tegishli darslarda batafsil ko'rib o'tamiz. Bugungi folat kislota almashinuvini mexanizmi hamda klassifikatsiyalari shulardan iborat edi.